Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, 28 fevral birinchi seminarda tushgan savollarni tahlil ko'rishda davom etamiz. 38-savolga yetib keldik. 38-savolda demak f(x) funksiya berilgan ekan, ax plus b taqsim sx plus d ko'rinishda. Shu funksiyamiz ox o'qini demak uchi 0 nuqtada kesib o'tadi debdi. Agar f(x) funksiyaning qiymatlar sohasi ya'ni funksiyaning qiymatlar sohasi mana shu -cheksizlikdan 2 gacha, 2 dan +cheksizlikgacha hamda funksiyani demak funksiya f(x) funksiya uni teskari bo'lgan funksiyasiga teng bo'lsa deyapti. A shartida f(x) funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli bo'lmagan sonni toping debdi. B shartida funksiyani f(x) funksiyani teskari bo'lgan funksiyasini 6 ga teng bo'lgan nuqtadagi qiymatini toping debdi. Xo'sh, yechimga o'tamiz. Mana bunga e'tibor berishimiz kerak. Bizga eng muhimi funksiyani qiymatlar sohasi, f(x) funksiyaning qiymatlar sohasi shundan iborat bo'lsa, demak bunga teskari bo'lgan, buni teskari funksiyasini aniqlanish sohasi ham aynan shu oralikda bo'ladi. Shunaqa qoidasi mavjud bor. Demak, funksiyani aniqlanish sohasi -cheksizlikdan 2 gacha, 2 dan +cheksizlikgacha bo'lsa, mana shunga teskari bo'lgan funksiyaning aniqlanish sohasi ham xuddi shunga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun buni yozib oldik. Endi bu f(x) funksiyani aniqlanish sohasi ham mana shunga teng dedim. Nima uchun? Sababi mana bu ikkalasi teng. Sababi bir-biriga teng bo'lganligi uchun f(x) funksiya demak aniqlanish sohasi mana shunga teng bo'lib qoladi. Chunki buni bir-biriga tengligidan ko'rib turibmiz. Buni aniqlanish sohasi shunga teng bo'lyapti. Bu bir-biriga teng bo'lganligi uchun buning ham aniqlanish sohasi shunga teng bo'lib qoladi. Shundan xulosa qilamiz, f(x) funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lmagan sonni toping deganda A shartida, hozir bu ikki tengligidan f(x) funksiyaning aniqlanish sohasi mana shunga tengligini ko'rdik. Bu yechimdan mana bu 2 ga teng emasligini ko'rish mumkin. Aniqlanish sohasiga 2 kirmaydi. Shuning uchun A shartini javobi bizda 2 bo'ladi. Yaxshi. B shartida demak nima debdi? Bizga mana buni top degan. Biz nima qildik? Mana bundan foydalandik. Funksiyani x o'rniga 3 qo'ydik, 0 ga tenglashtirdik. Bu yerdan demak ifodamiz 0 bo'lishi uchun surat 0 bo'ladi. Bundan surat 0 ga tenglashtirib 3 ta a minus b ga tengligini ko'rsak bo'ladi. Keyin bitta narsa bor edi. Funksiyani demak x o'rniga 3 qo'yganimizda 0 chiqib kelsa, aynan shuni teskari funksiyasiga 0 da qo'ysak 3 chiqib keladi. Bu ham qoidasi bor. Aynan shundan foydalanib endi mana bu ikkalasi teng bo'lgani uchun bu teskari funksiya ham aynan shunga teng deb olamiz. X o'rniga 0 qo'yganimizda funksiyamiz 3 ga teng bo'ladi. X o'rniga 0 qo'yib hisoblasam, men mana funksiyamiz teskarisi ham aynan shunga teng bo'ladi dedik. X o'rniga demak 0 qo'yib hisoblasak, mana bular 0 bo'ladi. B taqsim D demak 3 ga teng bo'ladi. 3 ga teng bo'ladi. Bu yerdan B ni D orqali ifodalasak, mana shu ko'rinishga ham kelyapti. Xo'sh, keyin nima qildik? Bizda funksiyani f(x) funksiya ham, mana bu teskari funksiyasi ham aynan mana shunga teng bo'lyapti. Mahraji 0 ga teng bo'lmasligi kerak aniqlanish sohasi bo'yicha. Bu yerda aniqlanish sohasiga tegishli bo'lmagan son biz mana aniqladik 2 ga teng emas. Ya'ni x o'rniga 2 ni qo'yganimizda funksiyani mahraji 0 ga teng bo'lib qoladi. O'shanaqa fikrlab biz hozir x o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, demak mana shu ifodamiz 0 ga aylanib qolar ekan. Bu yerdan ko'rish mumkinki, d minusdan 2 ta c ga teng bo'lib qolar ekan. O'shandan foydalanib biz d ni minus 2 ta c ga tengligini aniqladik. Keyin biz mana bu b barobar 3 ta d ni o'rniga minus 2 ta c ni olib borib qo'ysak, minusdan 6 ta c bo'lib qolyapti. Keyin mana bu 3 ta a minus b ga teng bo'lganligi uchun b minus 6 ta c ga teng bo'lgani uchun mana b ni o'rniga minus 6 ta c ni olib kelsak, plusdan 6 ta c 3 ta a ga teng bo'lib qolyapti. Bu yerdan a ni ifodalab olsak, a 2 ta c ga teng bo'lib qolyapti. Bunaqa aytganda bu yerdagi a, b hamda d larni c orqali ifodalab oldik. Funksiyani o'rniga borib qo'yamiz. Funksiyani o'zi ham teskarisi ham aynan shunga teng bo'ldi dedik. A ni o'rniga demak biz bu yerda mana 2 ta c ga teng edi, 2 ta c ni olib keldik.
B esa -6tasiga teng edi. -6 olib keldik. Sini o'zini yozib oldik. D o'rniga bu yerda -2tasiga teng bo'lgani uchun uni olib keldik. Natijada sizlar qisqarib yuborsak, demak, funksiyani ko'rinishi 2 x -6 taqsim x -2 ga teng bo'lib qolar ekan. Funksiyani o'zi ham f at x funksiya ham shu ko'rinishda bo'ladi, teskari funksiyasi ham shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi bizga 6 ga teng bo'lgan nuqtadagi qiymatini so'ragan teskari funksiyasini x o'rniga 6 ni qo'yib hisoblasak 1,5 chiqib kelyapti. Bu demak B shartining javobi edi. Yaxshi, 38 da demak yechim qildik. 39 da nima deyapti? Bu yerda f at x da kvadrat funksiya berilgan. X kvadrat taqsim 8 3x taqsim 2. Buni soddalashtirib endi yozib oldik. Hozir mana bu yerda kerak bo'ladi. Keyin aylana tenglamasi berilibdi. Bu quyidagi ko'rinishda. A shartida aylana markazi va parabola uchi orasidagi masofani toping deyapti. Mana bu kvadrat funksiya, ya'ni parabola, mana bu aylana bo'ladigan bo'lsa, aylana hamda parabola uchi orasidagi masofani, ya'ni D1 ni toping deyapti A shartida. B shartida esa paraboladan aylanagacha eng qisqa masofani toping deyapti. Paraboladan aylanagacha mana D2 ni so'rayapti. Yaxshi. Yechimga o'tamiz. A shartining javobi D1 ni topmoqchimiz. Buning uchun nima qildik? Mana parabola uchining koordinatalarini topib oldik hamda aylanani markazini koordinatalarini topib oldik. A shartida demak x0 topayapman. -1 taqsim 2a bo'layapti. Bu yerdan funksiyani e'tibor beradigan bo'lsak, buni bunaqa ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. B ni o'rnida demak -3 taqsim 2 turibdi. Olib kelamiz. Minus hisobiga plus bo'lib ketadi. 2a bo'lyapti. A ni o'rnida demak 1 taqsim 8 bo'lyapti. Olib kelib hisoblasak x0 6 chiqib kelyapti. O'sha 6 ni olib borib mana funksiyani o'rniga x o'rniga qo'yib y0 ni hisoblasak -4,5 chiqib kelyapti. Demak, parabola, mana shu kvadrat funksiya grafigi parabola uchining koordinatalari 6 ga -4,5 ekan, uni topdik. Keyin aylana tenglamasini soddalashtirib oldik. Mana bu bizga x -9 ni kvadratini beradi, shuning uchun 81 kiritib oldim. Bu esa y -6 ni kvadratini berish uchun 36 ni kiritib oldim. 81 ga 36 ni qo'shsak 117 bo'ladi. 20 ni bersak o'sha mana bu yerda 97 ni beradi. Shuning uchun shunaqa ko'rinishda yozib oldik. Mana bu chalasi buni berdi, bu chalasi y -6 ni kvadratini berdi. 20 ni o'ng tarafga olib o'tib biz 2 ildizosi 5 qavs kvadrati deb yozib olsak bo'ladi. Demak, aylanani markazi O nuqta deb olsak, O nuqtaning koordinatalari x, y 9 ga 6 ga ekan. Radiusi esa 2 ildizosi 5 ekan. Demak, koordinatalar topildi. Ikkita nuqta orasidagi masofani demak mana bu formuladan topamiz. X o'rniga demak 9 da x0 o'rniga 6 ni olib kelamiz. Y o'rniga 6 ni y0 o'rniga demak -4,5 olib kelib hisoblasak, demak 3 ildizosi 53 taqsim 2 chiqib kelyapti. Bu A shartining javobi edi. Endi B shartida aylana markazidan parabolagacha eng qisqa masofani toping deyapti. D2 ni so'rayapti. Biz mana aylana markazidan mana bu parabolagacha bo'lgan eng qisqa masofani, ya'ni R plus D ni D2 ni topyapmiz. Yana o'tkazib boradigan bo'lsak, bu radius bo'lib qoladi. Radius plus D2. Yaxshi. Radiusning qiymatini bilamiz. Endi mana bu D2 eng kichkina bo'lsa, mana R plus D ham eng kichkina bo'ladi. R plus D2 ni hisoblab olamiz. Uning uchun nima qilyapmiz? Mana bu f at x funksiyani o'rniga qanaqadir demak t koordinatani qo'yadigan bo'lsak, f at x funksiyani demak t koordinatani qo'yadigan bo'lsak, bu funksiya mana x o'rniga t ni qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu nuqtaning koordinatalari. Endi mana bundan O nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofani hisoblaymiz. Yana mana shunga o'xshash formuladan foydalanamiz. T dan demak mana buni x koordinatasi bo'yi aytuvdik 9 edi. 9 ayirib kvadratga oshiramiz. Keyin mana bu koordinatadan shu mana bu koordinatadan buni y koordinatasi 6 edi. 6 ni ayirib kvadratga oshiramiz. Shuni hisoblasak, demak R plus D2 ni berish kerak. Endi men mana buni eng kichkina qiymatini topishim uchun mana shu yig'indan eng kichkina qiymatini topishimiz kerak. Uning uchun demak mana shu ifodadan hosil olamiz. T bo'yicha hosil olib 0 ga tenglashtirib eng kichkina qiymatini hisoblaymiz. Nima qildik? Ildizosli ifodadan hosillar o'zi 2 ildizosli bo'lish kerak.
ichi murakkab bo'lgani uchun demak ichidan ham hosil olamiz. Bundan hosil olsak 2 ta t-9 bo'lyapti. 2 oldinga tushyapti. Bundan hosil olsak 2 oldinga tushadi. O'zi yoziladi. Keyin ichi murakkab funksiya bo'lgani uchun ichidan hosil olamiz. 2 oldinga tushadi. Demak t taqsim 4 bo'lib qoladi. Bundan hosila 3 taqsim 2 ga teng bo'lyapti. Barobar 0 bo'lyapti. Xo'sh, demak, biz nima qildik? Mana bu maxrajdagi 8 lar yo'qotib olish maqsadida 4 ga ko'paytirdim suratini. Natijada mana bu 4 ga ko'paytirganim uchun 8 bo'lyapti. 8 ta t-9 bu esa 2 kara 4 8, o'sha 8 ichkari ko'paytirsam t kvadrat bo'ladi. 8 bu yoqqa ko'paytirsam, demak 4 tadan bo'ladi, bunga ko'payib 12 ta t bo'ladi. 8 kara 6 48 bo'ladi keyin. Mana 4 ni ko'paytirib bunga yozyapmiz. Keyin buni yozib qo'ydik, 1 taqsim 4 ni ko'paytiruvchi qilib olib chiqdik. Keyin endi mana 1 taqsim 4 ni yo'qotish uchun yana 4 ga ko'paytirib yozib olyapmiz. 4 ga ko'paytirsam mana bu 32 bo'ladi. 32 ni ichkariga ko'paytirsam 32 ta t minusdan 32 ko'paytirilgan 9 bo'lyapti. Yana 4 qisqarib ketadi. Bu ikkalasini bir-biriga ko'paytirib chiqdim. Mana bu ko'rinishga kelyapti. Endi mana buni birinchi yozdim, buni ikkinchisi 24 ta t ga 32 ta t ni qo'shsak 56 ta t bo'lyapti. Mana bu ikkalasini bir-biriga ko'paytirsak bu minusdan 288 bo'lyapti. Bu ham demak 288 plyusdan bular o'zaro ayrilib ketib qoladi. Mana uchalasi qolyapti. Ko'paytiruvchi t-ni olib chiqib, demak 0 ga tenglashtiramiz. Buni ichi bizda t-4, t-14 ga ajraydi. Ildizlarni hisoblasak, demak 3 ta ildiz chiqib kelyapti. Endi mana t qiymat, mana bu aylana markazini x koordinatasi bo'yicha gaplashgandik. Aylana markazi x koordinat 9 bo'lyapti. 9 dan o'ng tarafda joylashganligi uchun 9 dan katta bo'lgan ildizni olishimiz kerak. 0 bilan 4 kichkina 9 dan, 14 katta bo'layotganligi uchun aynan tana 14 ga tengligini 14 ga teng bo'lgan qiymatini olamiz bu yerda. Ana endi o'sha 14 ni olib borib, mana bu yerdagi tana o'rniga olib borib qo'yib hisoblasak, 5 ildiz osti 5 taqsim 2 bo'lyapti. Bu yoq arifmetika. R ni radius o'rniga 2 ildiz osti 5, D2 ni olib kelib hisoblasam, D2 demak ildiz osti 5 taqsim 2 kelib chiqyapti. Bu 39-savolda B shartini javobi edi.